Ko'pincha bolaning sog'lig'idagi muammolarni hal qilish uchun ota-onalar to'rt xil mutaxassisga murojaat qilishadi. Ammo bu muammolarning savollarga bittagina konsultatsiya yetarli hisoblanadi. Mana huzurimizga bolajon keldi. Bu bolajonning oilasiga bolani hozirdagi holati, umumiy ahvoli, sog'ligi to'g'risida ma'lumotlar beramiz. Bolajonlar nevropatologi sifatida bolajonlarni kundalik hayotga moslashuvchanligi, rivojlanishi, asab tizimini, reflekslarini, mushak tonuslarini baholaymiz. Bolajonlar asab tizimi bo'yicha rivojlanishdan orqadami yoki yoshiga mosmi, shuni baholab beramiz. Immunolog shifokori sifatida har bir bolaga individualniy emlash kalendarini tuzaman. Allergiyaga moyillik holatlari bor yo'qligini aniqlayman. Bolada hayotda moslashuvchanlik tez shamolllaydigan bolalarni nazoratimga olaman. Agarda sizda nevropatolog, pediatr, immunolog, neonatolog birdaniga muammolaringizni hal qilishga kerak bo'lsa, qabulimda kutaman.